Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Sizlar bilan Aktyor Baxtiyorovich. Assalomu alaykum barchaga. Biz akani o'z ichkaridan turib отзыв video tashsa, shu videoga ulab dakansa qo'yib boraman. Barchaga assalomu alaykum. Instagram ahli, yaxshimisizlar musofirlar? Sarvar akamiz bilan shu adashmasam 2 oydan beri kuzataman. 2 oydan beri shu o'y juda ham meni o'ylantirib turardi. Men qanday ketaman? Chunki 1 yildan beri men biz dokument ishlayman, kamiga reyestrga ham tushib qolganman aziz do'stlar. Seryozni bashara bilan chiqib men ijtimoiy tarmoqqa nima demoqchiman? Hushyor bo'linglar, hozirgi kunda Rossiya juda ham mana shunday ag'ov-dalg'ov bo'lib ketdi va dokumentlaringni qila olmayapsizlar va shu yerda ishlashga majbur bo'lyapsizlar. Ko'pchilikda dokumenti bo'lgani bilan qarzdorlik va boshqa kamchiliklar, registratsiyalari va boshqa ishqib o'zinglardan qolar gap yo'q. Meni to'g'ri tushundinglar. Aeroport xizmati sizlarga kerakmi? Sizlarga kerakmi? Nima qilasizlar qo'sh tirnoq ostidagi odamlarga chiqib aloqaga? Bitta tanishimni o'kini bittasi keling aka deb men shunday kuzatib qo'yar ekan, shunaqa odamlar bor ekan deb aytuvdim. Keling, qaydasiz? Ha, men aeroportga keldim, militsiyalar bor ekan, kuzatib qo'ymaysiz, sizga shu uchun pul beryapmiz-ku desa, yo'q aka, keling, mana militsiya yo'q, keling deb ichkaridan telefon qilib aeroport ichidan. Aeroportga kiryapti u odam. Qanday kiryapti? 2 kishi kiryapti-dani 15 ming dogovor bilan 15 ming militsiyaga berib kiryapti. Keyin u aka kuzatib qo'yapti-da, video qilgan Instagramga. Men videoni qo'ysam hozir to'g'ri xafa bo'ladi, nomerimni ham biladi, telefon qilib, uka deb deyishi mumkin-da. O'sha odam, ha do'stlar, mana akalarning qo'lida bileti bor, biz aviakassamizdan bilet oldi, biz kuzatib qo'yamiz, Zilonni Kaldorogacha deb reklama qilyapti-da. Bu nima degan gap? Bu nima, qanaqa gap bu? Qanaqa ish bu? Birovning haqqini yeyishdan, birovning pulini prosta olishdan uyalmaydimi? Qanaqa aviakassa? Bizlar o'zimiz bu yerda ishxonadan biz sotib olib berganmiz-ku, boshqa aviakassadan biletini. Yo, shunaqa insonlar ko'p ekan, lekin hozir ko'pchilik dokumentida muammosi bor insonlarga men shuni tavsiya qilib qolaman do'stlar. Shunaqa aldanmasliklaring uchun Sarvar akaga murojaat qilasizlar. Sarvar aka kim desanglar, video davomida ko'rasizlar. Sarvar aka bilan tanishdik, gaplashdik, ishonchli ekanligini aytdik. Men o'zim ham uchib borib keldim. 1 avgustda yana ketaman O'zbekistonga do'stlar. Shu Sarvar aka bilan yana videolar davom etadi. Shu do'stlar, ko'p gapirmayman. Videoni podelиться qilasiz, like bosasizlar. Sankt-Peterburgdagi aeroportdagi voqealarni sizlarga kuzatib, uzun videolar qilib, Sarvar aka video qilsa, mana shu YouTube ijtimoiy tarmog'ida ham siz yoritib boramiz. Qosh ko'tarilsa yomon bo'ladi. Aziz do'stlar, men hozir dokumentim yo'qligini ko'pchilik bilsa ham kerak, yaqinda bir video qilib qo'ygandim. Mana shu skamenka sizlarga tanish bo'lsa kerak. Hozir Sarvar akamizni nomerlarini qoldiraman. Juda ham ishonchli odam. Yana hozirgi videoni boshida men sizlarga videoni qo'yib bordim. Mana shu gap so'z to'g'ri. Sarvar akaga respekt. Bu yerda hozir Pulkovskiy shassi 68-chi mana shunday zapravkada kelasiz, mana shunday skamenkaga o'tirasiz. Aka shu Pulkovskiy shassi 68 ni beradi. Shu manzil bo'yicha kelib, shu yerda kutib turasizlar. Akamiz keladi, Sarvar akamiz. Sarvar akam bilan ham ko'rishib, gaplashib turibmiz. Akamiz shu manzilni bersa, kelasizlar, kutib oladi, o'zi yo'l yo'riqni ko'rsatadi. Shaharda ichi bo'lsa, borib olib, bagaji bo'lsa, bagajlarigacha olib o'tib, hammasi mana akamiz o'tib olgandan keyin bor informatsiyani beradi. Ko'p gapirib yotmaymiz, ishimizga javob beramiz. Qo'ldan kelguncha biz ham avolasi Xudo. Aka возможность bor, bu ham har doim emas. Hozir dalniy время qo'limizdan kelgani uchun bilmaymiz qachongacha bu narsa, to'g'risi. Shunday. Aka возможность bor, foydalanib qolinglar. Biz ham qo'ldan kelguncha yordam beryapmiz. Aziz do'stlar, yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Akamiz Zagrebda bo'lasizlar, boshqa joyda bo'lar. Agar aeroportda akam ushlanib qolmasa, sizlarni bemalol olib keladi. Endi hozir meni oldimga yetib kelishga majbur bo'ldi. Juda ham ushlanib qolgan. 4-5 ta odamni soat 5 dan beri mana 4-5 reysni kuzatdi. Hozir akalarimizni Alloh rozi bo'lsin, akamdan xizmati rozi bo'lsin. Hozir men o'zim yetib keldim, shu aeroportga yaqin bo'lganligi uchun aka o'zim boraman, rahmat dedim, kelishingiz shart emas dedim. O'zim olib kelaman deb turuvdi. Akaga prosta respekt. Do'stlar, videoni boshidagi ma'lumotlar Sarvar aka gapirgan, bizga gapirgan intervyularga rioya qilasizlar. Nomerni qoldiraman.
Assalomu alaykum barchaga. 26-iyul Sankt-Peterburg qayerga o'xshasa? Samarqand. Sankt-Peterburg Samarqandga Ixtiyor akamiz Instagramdan ko'rib murojaat qilgan ekan. Vaqtini, soatini oldindan kelishgandek anchadan beri yozadi akamiz Instagramda. Bugun mana ko'rish nasib qilgan. Olib o'tib qo'yamiz, ichkarigacha kuzatib qo'yamiz. Akani o'zi ichkaridan turib отзыв video tashsa, shu videoga ulab dakansa qo'yib boraman. Kimda dokumentida qanaqadir muammolar bo'layotgan bo'lsa, ketishga qiynalayotgan bo'lsa, 24 ga 7 aloqaga chiqinglar, qo'ldan kelguncha yordam beramiz, kuzatib qo'yamiz, bagajlar bo'lsa, bagajlarni ham olib o'tib beramiz. Qolgan gapni ko'p gapirsak ham bo'lmaydi. Mana Ixtiyor akamiz o'zi qanday aloqaga chiqqanini aytib beradi. Barchaga assalomu alaykum. Instagram ahli, yaxshimisizlar musofirlar? Sarvar akamiz bilan shu adashmasam 2 oydan beri kuzataman. 2 oydan beri shu o'y juda ham meni o'ylantirib turardi. Men qanday ketaman? Chunki 1 yildan beri men biz dokument ishlayman, kamiga reyestrga ham tushib qolganman aziz do'stlar. Kimda dokumentida muammolari bo'lsa, reyestrga tushgan bo'lsa, qanaqa muammo, problema bo'lsa, Sarvar aka mana shu videoning pastida описаниеda nomerlar, barcha ma'lumotlar joylashgan. Aka, telefon qilaverasizlar akaga. Bemalol qo'ldan kelgancha yordam qiladi, men maslahatini beradi aka. Hozir ham menga nima maslahat bersa, amal qilib, mana shu 1 oydan beri aloqadaman akam bilan. Hozir keldik, ko'rishdik, soat 11 da hozir Pulkovadan Samarqandga uchamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. O'tib olib, boricha endi ichkari dakansa biz video qila olmaymiz. Ограничение ham bor, предупреждение, ogohlantirish olganman. Hamma videoni aeroportda ichini har doim video qila olmayman. Akamiz mana o'tadi, o'zi ichkaridan turib nima bo'lgan, nima qo'ygan hammasini informatsiyani berib boradi. Ko'p akalarimiz xo'p ha deyapti, bu odamga tegishli emas. Juda ko'p akalarimiz ichkaridan turib bo'ldi, video tashlaymiz, отзыв tashlaymiz deyapti. Hammasi o'tib ketyapti, lekin ko'plar o'tib olgandan keyin davay короче, до свидания deb boryapti. Atak biz ishlashda davom etyapmiz. Ishimizga 100% emas, 200% javob beramiz. Bemalol hech qo'yinglar, sog' bo'linglar.